Cherepno davleniyaga xos 5 ta top belgi. Azizlarim, agar quyidagi belgilar kuzatilsa, sizda bosh miya ichi bosimingiz ko'tarilgan bo'ladi. Birinchisi, ertalabki bosh og'riq. Ikkinchisi, ertalab turishingiz bilan ko'nglingiz ayniydi. Uchinchisi, boshingiz og'riganda aynan ensa sohasiga tortib og'riydi. To'rtinchisi, chakka sohasiga pulsatsiya beruvchi og'riq bo'ladi. Beshinchisi esa uyqungiz buziladi. Agar sizda ham xuddi shunaqa belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, darhol qabuliga kelasiz. Sizni echoensefalografik va elektroensefalografik tekshiruvlardan o'tkazamiz va sizda cherepno davleniya yuqorimi yoki tushib ketganmi? O'sha haqida diagnoz qo'yib beramiz. Hurmatli obunachilar, deyarli barcha bosh og'riqlarda miya bosimi o'zgarishi mumkin. Yo yuqoriga, yo pastga tushishi mumkin. Bu tomirlar va likvor qon aylanish sistemasining ma'lum bir darajada o'zgarishi bilan bog'liq. Demak, cherepno davleniyaga qarab biz tashxislashda foydalanamiz. Lekin bilingki, cherepno davleniyani o'zgarishi bu bir simptom yoki belgi hisoblanadi.